Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Kvartiralar tortib olinadi. Yangi qonun chiqdi. Uyingizni davlat olib qo'yishi mumkin degan gaplar ko'payib ketdi. Bu gaplarning ichida haqiqat ham bor, noto'g'ri vahima ham bor. Lekin bir narsani aniq aytaman. Agar sizda uy-joy hujjatlari, qarzlar, ipoteka, kadastr, oldi-sotdi shartnomasi yoki meros masalasida muammo bo'lsa, bu video siz uchun juda muhim. Chunki oddiy bir beparvolik keyin katta sud, katta xarajat va hatto uy-joydan ayrilish xavfiga olib kelishi mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin. Qaysi holatda kvartira haqiqatan ham olib qo'yilishi mumkin. Qaysi holatda esa hech kim sizni ko'chaga chiqarib yubora olmasligini sodda tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday huquqiy mavzularni vaqtida bilish pulingizni ham, asabingizni ham, uyingizni ham saqlab qoladi. Avvalo bir narsani tushunib olaylik. Kvartirani tortib olish degani har doim ham bir xil narsa emas. Odamlar bu iborani eshitganda go'yoki erta kimdir kelib eshikni buzib kiradi-da, "Chiqing, bu uy endi sizniki emas" deydi deb o'ylaydi. Amalda esa uy-joyga bo'lgan huquq faqat qonuniy asos bilan cheklanishi mumkin. Ya'ni sud qarori bo'lmasa, ijro hujjati bo'lmasa, qonunda aniq belgilangan sabab bo'lmasa, hech kim sizning nomingizdagi kvartirani shunchaki olib qo'ya olmaydi. Oldin ham uy-joyini olib qo'yish bilan bog'liq holatlar bor edi. Masalan, ipoteka kreditini yillar davomida to'lamasangiz, bank sudga murojaat qiladi. Sud qaror chiqarsa, uy garovda turgan bo'lsa, u sotuvga chiqarilishi mumkin. Yoki odam katta miqdorda qarz olib, sud qarori bilan undiruv bo'lsa, ayrim mulklariga undiruv qaratilishi mumkin. Yoki uy jinoyat yo'li bilan olingan pulga sotib olingani isbotlansa, davlat foydasiga musodara masalasi ko'riladi. Demak, bu yangilik butunlay osmondan tushgani yo'q. Lekin hozir nimaga odamlar ko'proq xavotir olyapti? Chunki so'nggi yillarda ko'chmas mulk bo'yicha nazorat kuchaymoqda. Kadastr ma'lumotlari elektronlashmoqda, soliq notarial bitimlar, ijro hujjatlari, bank garovlari, qurilish ruxsatnomalari bir-biriga bog'lanmoqda. Avvallar hujjat keyin qilinadi. Shartnomani yozib qo'yamiz. Kadastrsiz ham yashayveramiz. Qarzni keyin yopamiz degan holatlar ko'p edi. Endi esa bunday beparvolik ko'proq xavf tug'diradi. Chunki tizimda uy kimniki, garovda turibdimi, taqiq bormi, sud nizosi bormi, kommunal qarzlar bormi, noqonuniy qurilishmi? Bular asta-sekin aniq ko'rinib boryapti. Shuning uchun men bugun vahima tarqatmayman. Lekin ko'zingizni ochaman. Agar uy-joy masalasi hujjatingiz toza bo'lmasa, bu masalani bugun hal qiling. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda ipoteka kreditidagi kvartiralar haqida gaplashamiz. Agar siz bankdan ipoteka olib uy olgan bo'lsangiz, kvartira ko'pincha bank foydasiga garovga qo'yilgan bo'ladi. Bu normal holat. Garov degani uy sizniki emas degani emas. Siz egasisiz, u yerda yashaysiz, ro'yxatdan o'tasiz, ta'mir qilasiz. Lekin kredit shartnomasida ko'rsatilgan to'lovlarni bajarmasangiz, bank o'z pulini qaytarish uchun sudga murojaat qilish huquqiga ega. Masalan, Ali aka 400 million so'mlik kvartira oldi. 100 million boshlang'ich to'lov qildi. 300 millionni bankdan 15 yilga oldi. Har oy 4 million so'm to'lashi kerak edi. Birinchi yil to'ladi. Keyin ishi yurishmay qoldi, haq oy to'lamadi. Qarzi foiz, penya, jarimalar bilan 4 millionga yetdi. Bank birinchi marta ogohlantiradi, keyin qayta tuzish taklif qilishi mumkin. Lekin Ali aka umuman bormasa, telefonlarga javob bermasa, rasmiy xatlarga e'tibor bermasa, ish sudga ketadi. Sud qaroridan keyin ijro organi garovdagi kvartirani sotuvga chiqarishi mumkin. Bu holatda odamlar kvartiramni tortib olishdi deydi. Aslida esa bu kredit majburiyati bajarilmagani oqibati. Ammo shu yerda muhim nuanja bor. Bank darhol uyingizni olib qo'ymaydi. Sizda muzokara qilish, qarzni restrukturizatsiya qilish, muddat so'rash, qisman to'lov qilish, sudda o'z e'tirozlaringizni bildirish imkoniyati bor. Eng katta xato yashirinib yurish. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam bankdan qochadi, xatni olmaydi, sudga bormaydi. Keyin ijrochi kelganda nega menga aytmadinglar deydi. Hujjatlar esa allaqachon yurib bo'lgan bo'ladi. Ikkinchi xavf guruhi hujjatsiz yoki chala hujjat bilan olingan uylar. Ba'zi odamlar kvartirani notarius orqali emas, oddiy tilxat bilan sotib oladi. Pulni berdim, kalitni oldim. Demak uy meniki deb o'ylaydi. Yo'q, uy-joy bo'yicha mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tishi kerak. Agar kadastrda va rasmiy reyestrda uy hali eski egasi nomida tursa, siz pul bergan bo'lsangiz ham huquqiy jihatdan xavf ostidasiz. Masalan,
Dilnoza opa 2 million so'mga kvartira oldi, lekin sotuvchi hozir notariusga borishga vaqtim yo'q, bir oyda rasmiylashtiramiz dedi. Tilxat yozishdi. Dilnoza opa ko'chib kirdi, ta'mir qildi, 6 million so'm sarfladi. Oradan 6 oy o'tib sotuvchining boshqa qarzlari chiqdi yoki merosxo'rlari kelib qoldi yoki kvartiraga taqiq qo'yildi. Endi Dilnoza opa sudga yuguradi. Pul bergani isbotlashi mumkin, lekin uy huquqini olish alohida masala. Ba'zan bunday holatda odam uyda yashayotgan bo'lsa ham, rasmiy egasi boshqa bo'lgani uchun katta muammoga duch keladi. Shuning uchun men doim aytaman, uy sotib olayotganda ishonchli odam, qarindosh, tanish, mahalladosh degan gaplar hujjat o'rnini bosmaydi. Notarial shartnoma, kadastr, taqiq yo'qligi, garov yo'qligi, sud nizosi yo'qligi, bularning barchasi tekshirilishi kerak. Uchinchi holat noqonuniy qurilish. Ruxsatsiz o'zgartirish va umumiy mulkdan foydalanish. Kvartira ichida oddiy ta'mir qilish boshqa, binoning konstruksiyasiga tegish boshqa. Masalan, ko'p qavatli uyda odam balkonni kengaytiradi, devorni buzadi. Umumiy yo'lakni qo'shib oladi. Tom qismiga chiqib xona quradi yoki birinchi qavatda yashab, tashqaridan qo'shimcha xona chiqaradi. Hamma qilyapti-ku degan bahona qonuniy himoya bermaydi. Agar bunday o'zgartirish binoning xavfsizligiga ta'sir qilsa, qo'shnilarning huquqini buzsa, arxitektura va qurilish me'yorlariga zid bo'lsa, tegishli organlar uni bartaraf etishni talab qilishi mumkin. Eng og'ir holatda sud orqali noqonuniy qurilmani buzdirish masalasi ko'riladi. Bu butun kvartirani olib qo'yish degan bo'lmasligi mumkin, lekin odam katta zarar ko'radi. Qilgan ta'miri ketadi, jarima to'laydi, qo'shnilar bilan sudlashadi. 4-xavf guruhi qarzlar bo'yicha sud qarori bor odamlar. Agar siz kimdandir katta pul qarz olgan bo'lsangiz, aliment bo'yicha katta qarzdorlik yig'ilgan bo'lsa, soliq yoki boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha sud qarori chiqqan bo'lsa, ijro jarayonida sizning mulkingiz aniqlanishi mumkin. Lekin bu yerda ham muhim narsa bor. Yagona yashash joyi masalasi, qarz miqdori. Mulkning garovda yoki garovda emasligi, oilaviy ulushlar, voyaga yetmagan bolalar manfaatlari, bularning barchasi alohida ko'riladi. Har bir qarz uchun odamni darhol uydan chiqarib yuborishmaydi. Masalan, odamning 15 million so'm qarzi bor, uning yagona 600 millionlik kvartirasi bor. Bunday vaziyatda darhol kvartirani sotish eng oxirgi choradir. Avval ish haqi, bank hisoblari, avtomobil, boshqa mulklar, kelishuv imkoniyatlari ko'riladi. Lekin qarz 500 million bo'lsa, odam sud qaroridan qochib yursa, boshqa mol-mulki bo'lmasa, vaziyat jiddiylashadi. Ayniqsa kvartira garov predmeti bo'lsa. 5-holat firibgarlik orqali olingan uylar. Agar uy soxta hujjat bilan, qalbaki ishonchnoma bilan, aldov yo'li bilan, merosxo'rlarni chetlab o'tib yoki jinoyat natijasida olingan mablag' hisobidan sotib olingan isbotlansa, sud bunday bitimni haqiqiy emas deb topishi mumkin. Bunda eng achinarli holat, halol xaridor ham zarar ko'rishi mumkin. Shuning uchun uy olayotganda narxi bozor narxidan juda arzon ekan degan joyda ehtiyot bo'ling. Juda arzon narx ko'pincha xavf belgisi bo'ladi. Masalan, bozor narxi 600 million bo'lgan kvartirani kimdir 120 millionga zudlik bilan sotmoqchi. Menga pul juda kerak, bugun bersangiz bo'ldi deydi. Hujjatlarni tekshirmasdan pul bersangiz, keyin bu uy bo'yicha meros nizosi, sud taqiqi yoki qalbaki ishonchnoma chiqib qolishi mumkin. Siz men bilmasdim deysiz, lekin sudda hamma narsa hujjat bilan isbotlanadi. Endi eng ko'p chalkashiladigan masalalarni tushuntiraman. Birinchisi, uy mening nomimda bo'lsa, hech kim tegmaydi degan fikr noto'g'ri. Ha, nomingizda bo'lishi katta himoya. Lekin agar uy garovda bo'lsa, sud qarori bo'lsa, bitim haqiqiy emas deb topilsa yoki noqonuniy o'zlashtirish aniqlansa, nomingizda turishi ham mutlaq kafolat emas. Mulk huquqi kuchli huquq, lekin u majburiyatlardan ajralmagan. Ikkinchisi, uyda bolalar ro'yxatda tursa, kvartirani umuman olisha olmaydi degan gap ham har doim to'g'ri emas. Voyaga yetmagan bolalar manfaatlari albatta hisobga olinadi. Ularni ko'chaga tashlab qo'yish mumkin emas. Vasiylik organlari, sud ijro organlari bu masalani o'rganadi. Lekin bu ipoteka qarzi yoki garov majburiyatini butunlay yo'q qilib yubormaydi. Ya'ni bola ro'yxatda turgani qarzni bekor qilmaydi. Shuning uchun bolalarni propiskaga qo'yib qo'ysam, bank hech narsa qila olmaydi degan maslahatga ishonmang. Uchinchisi, er-xotin mulki. Nikoh davomida olingan kvartira ko'pincha umumiy mulk hisoblanadi. Hatto hujjat faqat er yoki faqat xotin nomida bo'lsa ham. Agar er yashirincha uy sotmoqchi bo'lsa, xotinning roziligi kerak bo'lishi mumkin. Agar rozilik soxta bo'lsa yoki umuman olinmagan bo'lsa,
keyin sudda bitim bekor qilinishi ehtimoli bor. Xaridorlar ham shuni bilishi kerak. Kvartira sotib olayotganda sotuvchining oilaviy holati, turmush o'rtog'i roziligi, ajrim bo'lgan bo'lmagani tekshiriladi. 4-si merosdagi uylar. Ota-onadan qolgan kvartirani bitta farzand men qaradim. Demak meniki deb sotib yuborishi mumkin emas. Boshqa merosxo'rlar ham bo'lishi mumkin. Meros huquqi rasmiylashtirilmagan uylarni sotib olish juda xavfli. Agar meros masalasi to'liq hal qilinmagan bo'lsa, keyin yillar o'tib boshqa merosxo'r chiqib, o'z ulushini talab qilishi mumkin. Sud nizosi boshlansa, xaridor ham, sotuvchi ham, uyda yashayotgan odam ham qiynaladi. 5-si ishonchnoma orqali uy sotib olish. Ishonchnoma haqiqiy bo'lsa, notarius tasdiqlagan bo'lsa, muddat o'tmagan bo'lsa, vakolatlari aniq yozilgan bo'lsa, albatta foydalanish mumkin. Lekin ishonchnoma bilan bitim qilishda ehtiyotkorlik 2 barobar ko'proq bo'lishi kerak. Ishonchnoma bekor qilinganmi? Egasi tirikmi? Vakilga aynan sotish huquqi berilganmi? Pulni olish huquqi bormi? Bular tekshiriladi. Chunki firibgarlik holatlarida aynan ishonchnoma ko'p ishlatiladi. 6-si kommunal qarzlar. Odatda kommunal qarzlar uy-joyni darhol olib qo'yish uchun asos bo'lib qolmaydi. Lekin katta qarzdorlik sudga chiqishi, hisob raqamlariga ta'sir qilishi yangi egaga muammo tug'dirishi mumkin. Uy olayotganda elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, shirkatki boshqaruv, servis kompaniyasi bo'yicha qarzlar yo'qligini tekshiring. 1 million, 10 million, 20 million so'mlik qarzlar ba'zan keyin janjalga sabab bo'ladi. 7-si kadastrdagi xatolar. Ba'zan uy maydoni hujjatda 12 kvadrat metr, amalda 7 kvadrat metr. Ba'zan xona soni, manzil, qavat, ulush noto'g'ri yozilgan. Bu xatolar mayda narsa emas. Sotish, garovga qo'yish, meros qilish yoki sud jarayonida shu xatolar katta to'siqqa aylanadi. Shuning uchun kadastr pasportini, reyestrdan ko'chirmani va uy rejasini amaldagi holat bilan solishtirib chiqing. Endi eng muhim qism, siz amalda nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan aytaman. 1-qadam, kvartirangiz bo'yicha asosiy hujjatlarni bir joyga yig'ing. Oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, ipoteka shartnomasi, kadastr hujjatlari, davlat ro'yxatidan o'tganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank bilan tuzilgan shartnoma, to'lov kvittansiyalari, hammasini skaner qilib, elektron nusxasini ham saqlang. Telefoningizda emas, alohida fleshka yoki bulutli xotirada ham bo'lsin. 2-qadam, kadastr va reyestr ma'lumotlarini tekshiring. Uy haqiqatan ham sizning nomingizdami, ulushlar to'g'ri ko'rsatilganmi, garov bormi, taqiq bormi, sud nizosi qayd etilganmi? Bularni aniqlang. Buni davlat xizmatlari markazi orqali, My.gov.uz orqali yoki tegishli kadastr organlari orqali tekshirish mumkin. Agar biror taqiq yoki garov chiqsa, keyin ko'raman demang. Darhol sababini aniqlang. 3-qadam, ipoteka yoki boshqa kredit bo'lsa, bankdan rasmiy qarzdorlik ma'lumotnomasini oling. Qancha asosiy qarz qoldi, qancha foiz, qancha penya bor, bilib oling. Agar 2-3 oy kechikish bo'lsa ham bankka boring. Ariza yozing. Moliyaviy ahvolim vaqtincha og'irlashgani sababli kredit to'lov jadvalini qayta ko'rib chiqishingizni, muddatni uzaytirish yoki kechiktirilgan qarzni bo'lib to'lash imkoniyatini berishingizni so'rayman. Arizaning nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. Og'zaki gapga ishonmang. 4-qadam, agar suddan xat kelsa, hech qachon e'tibsiz qoldirmang. Sudga bormasangiz ham ish ko'rishi mumkin. Keyin men bilmadim deyish qiyin bo'ladi. Da'vo arizasini o'qing, qarz miqdorini tekshiring. Foiz va jarimalar to'g'ri hisoblanganmi, muddatlar o'tmaganmi, garov shartlari to'g'rimi? Bularni mutaxassis bilan ko'ring. Zarur bo'lsa, yozma e'tiroz bering, kelishuv bitimi taklif qiling. 5-qadam, uy sotib olayotgan bo'lsangiz, pulni notariusdan oldin to'liq bermang. Avval hujjatlar tekshirilsin. Sotuvchi haqiqiy egami, turmush o'rtog'i roziligi bormi? Uy garovda emasmi, taqiq yo'qmi, kommunal qarzlar yo'qmi? Ro'yxatda kimlar turibdi? Merosxo'rlar da'vo qilmaydimi? Bularni tekshiring. To'lovni bank orqali qilish yaxshiroq, chunki keyin pul o'tganini isbotlash oson bo'ladi. Naqd pul berilsa ham notarial shartnomada summa aniq ko'rsatilishi kerak. 6-qadam, ruxsatsiz qurilish yoki o'zgartirish qilgan bo'lsangiz, uni qonuniylashtirish imkoniyatini o'rganing. Arxitektura bo'limi, kadastr organi, ko'p qavatli uy bo'lsa boshqaruv tashkiloti bilan maslahat qiling. Agar konstruktiv devor buzilgan bo'lsa, bu juda jiddiy. Usta shunday dedi degan gap yetmaydi. Mutaxassis xulosasi, loyiha ruxsat kerak bo'lishi mumkin. Chunki sizning kvartirangizdagi bir devor butun podyezd xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkin.
7-chi qadam. Meros masalasini cho'zmang. Ota-onadan qolgan uyda yashab yurib, yillar davomida merosni rasmiylashtirmaslik katta xato. Merosxo'rlar kelishib olishi, notariusga murojaat qilishi, ulushlar aniqlanishi kerak. Agar kelishmovchilik bo'lsa, uni sud orqali hal qilish kerak. Rasmiylashtirilmagan meros uyini sotish ham, ta'mirlashga katta pul tikish ham xavfli. 8-chi qadam. Agar ijrochi xabarnoma yuborgan bo'lsa, ijro byurosiga boring. Qaysi sud qarori asosida ish ochilganini, qarz qancha ekanini, ixtiyoriy to'lash muddati bormi, bo'lib to'lash mumkinmi so'rang. Ariza yozing. Agar sizning yagona yashash joyingiz masalasi bo'lsa, oilaviy holatingiz, bolalaringiz, daromadingiz, boshqa mulkingiz yo'qligi haqida hujjatlar tayyorlang. Lekin yana aytaman, yashirinib yurish eng yomon yo'l. 9-chi qadam. Barcha to'lovlarni hujjat bilan qiling. Qarzni naqd berib, tilxatsiz qolmang. Bankka to'lasangiz kvitansiyani saqlang. Kommunal to'lov bo'lsa elektron chekni saqlang. Quruvchi kompaniyaga pul bersangiz shartnoma, kassa cheki, bank o'tkazmasi bo'lsin. Aka ishonamiz-ku degan gap sudda dalil bo'lmaydi. 10-chi qadam. Shubhali vaziyatda mutaxassisga boring. Advokat, notarius, kadastr mutaxassisi yoki bank yuristi bilan maslahat qiling. 500 ming so'm maslahat puli sizni 500 million so'mlik xatodan saqlab qolishi mumkin. Men ko'p ko'rganman. Odam avval maslahatchiga pul qizg'anadi, keyin sudlarga yillar davomida qatnaydi. Mendan ko'p so'rashadi. Agar kvartira mening yagona uyim bo'lsa, uni olishadimi? Javob shunday. Har bir holat alohida ko'riladi. Agar uy garovga qo'yilgan bo'lsa, masalan ipoteka bo'lsa, yagona uy bo'lishi bankning garov huquqini avtomatik bekor qilmaydi. Agar oddiy qarz bo'lsa, unda qonundagi cheklovlar, qarz miqdori, ijro tartibi, oilaviy holat hisobga olinadi. Shuning uchun bir jumla bilan olishadi yoki olishmaydi deyish noto'g'ri. Yana savol, kvartira ayolimning nomida, mening qarzim uchun olib qo'yishadimi? Agar kvartira nikoh davomida olingan bo'lsa, u umumiy mulk sifatida ko'rilishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda butun kvartira sotiladi degani emas. Ulush, qarz kimniki? Qarz oilaviy ehtiyoj uchun olinganmi? Nikoh shartnomasi bormi? Bular ahamiyatli. Yana savol, uyda propiskada turgan odam chiqmas sotish mumkinmi? Bu ham murakkab masala. Ro'yxatda turish mulk huquqi degani emas. Lekin yashash huquqi bo'yicha nizolar bo'lishi mumkin. Uy sotib olayotganda ro'yxatda kimlar turganini tekshiring va shartnomada ularni qachon ro'yxatdan chiqarish majburiyati aniq yozilsin. Yana savol. Quruvchi kompaniyadan hali kadastr chiqmagan kvartira olsam bo'ladimi? Bo'ladi, lekin xavfi yuqori. Quruvchining yer hujjatlari, qurilish ruxsatnomasi, loyiha hujjatlari, shartnoma shartlari, to'lov jadvali, obyekt topshirish muddati, jarima shartlari, oldingi nizolar tekshirilishi kerak. Uy bitay deb qoldi, arzonroq degan gapga uchmang. Hali kadastr yo'q uyda siz aslida kelajakdagi huquqni sotib olayotgan bo'lasiz. Shuning uchun hujjat 2 barobar muhim. Xulosa shuki, kvartiralar tortib olinadi degan gapni eshitib vahimaga tushish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Agar uyingiz hujjatlari toza bo'lsa, qarzlaringiz nazoratda bo'lsa, ipoteka to'lovlarini vaqtida qilsangiz, noqonuniy qurilish qilmagan bo'lsangiz, sud taqiqi yoki meros nizosi bo'lmasa, siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Lekin hujjat chala bo'lsa, uy tilxat bilan olingan bo'lsa, kredit oylar davomida to'lanmayotgan bo'lsa, garov yoki taqiq bor bo'lsa, meros rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bugunoq harakat qilish kerak. Men sizga eng asosiy maslahatni yana bir marta aytaman. Uy joy masalasida og'zaki kelishuvga ishonmang. Hamma narsani rasmiy hujjat bilan qiling. Sud xatini yashirmang, bankdan qochmang, kadastrni tekshiring, qarzni nazorat qiling, notariusdan oldin pul bermang. Shunda siz nafaqat uyingizni, balki oilangiz tinchligini ham himoya qilasiz. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Ipoteka, kadastr, meros, qarz yoki oldi sotdi bo'yicha qanday muammoga duch kelgansiz? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir xonadon egasiga kerak. Kanalga obuna bo'ling, keyingi muhim ogohlantirish va tushuntirishlarni o'tkazib yubormang.